Ko'hna va hamisha navqiron Buxoro shahri buyuk mutafakkir, tib ilmi sultoni Abu Ali ibn Sino tavalludining 1045 yilligi va uning mashhur asari tib qonunlari yozilganligining 1000 yilligi munosabati bilan Abu Ali ibn Sino va zamonaviy tibbiyot mavzusidagi 13-xalqaro ibn Sino o'qishlariga mezbonlik qildi. Abu Ali ibn Sino jamoat fondi, Buxoro viloyat hokimligi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida tashkil etilgan navbatdagi nufuzli anjuman Alloma tug'ilib o'sgan Peshku tumanining Afshona qishlog'idan boshlandi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Ibn Sinoning turli davrlarda ko'chirilgan qo'lyozmalari va nashr qilingan asarlari, shuningdek, bu daho alloma hayoti va kitoblari haqida bosilgan bir qancha risolalar yurtimizga olib kelinishi Afshonadagi muzey fondini bezamoqda. Anjumanga Peshkudan start berilishi esa bu merosdan keng foydalanish va uni yangi manbalar bilan boyitishga qaratildi. Bu 13-xalqaro ibn Sino o'qishlarimizning mavzusi Abu Ali ibn Sino buyuk meros va sivilizatsiya va bu xalqaro ilmiy platforma bo'lib aylandi va rivojlandi. Chet el davlatidan 40 ta xorijiy mutaxassis Abu Ali ibn Sinoning falsafasini, boshqa sohadagi boshqaruv, davlat boshqaruvidagi bilimlari, meroslarni o'rganish, she'riyat, matematika, astrologiya va albatta zamonaviy tibbiyot, xalq toboti va farmatsevtikaga qo'shgan hissalari o'rganiladi va o'ylaymanki, bu orqali biz O'zbekistonimizning, vatanimizning ilmiy potensialini yanada kuchaytiramiz. Ibn Sino shaxsi va merosi orqali butun dunyoga yanada ko'proq O'zbekistonni tanitamiz. Anjuman bu safar ham Isroil, Germaniya, Rossiya, Hindiston, Eron, Bangladesh, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston kabi 20 dan ortiq davlatlardan tashrif buyurgan yetuk olimlar, tibbiyot fanlari doktorlari va xalqaro ekspertlarni bir maydonga jamladi. Dasturda bundan ziyod ilmiy amaliy seksiyalar, mahorat darslari, uchrashuvlar va muhokamalar o'rin oldi. Anjumanning barcha rasmiy tadbirlari Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida keng qamrovli press konferensiya, ilmiy muhokamalar va taqdimotlar ko'rinishida bo'lib o'tdi. Unda xorijiy mehmonlar allomaning jahon tibbiyotiga qo'shgan hissasi, uning asarlarining xalqaro o'rganilishi haqida batafsil ma'lumot berdilar. Bugungi anjumanda Abu Ali ibn Sinoning sa'y-harakatlari bo'yicha ilmiy ish bilan ishtirok etayotganimdan xursandman. Ibn Sino tib sohasidagi bilimlardan til fanlariga xizmat qilgani uchun inson anatomiyasi va inson tizimlari sohasidagi bilimlari orqali boshqa hech bir arab olimi erisha olmagan aniq lingvistik ma'lumotlarga erisha oldi. Ibn Sinoning arab va fors she'rlarini to'plash, ularning ba'zilarini o'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasi mavjud edi. Kelajakda Ibn Sino muassasalari sivilizatsiya markazi bilan hamkorlikda rejalashtirilayotgan loyihalarimizdan biridir. Mazkur tadbir yoshlar, olimlar va mutaxassislar o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni mustahkamlashga, ilm-fan taraqqiyotiga, tibbiyot va ta'lim sohasining rivojiga munosib hissa bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.